Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Nodirbek Abduhayev. Namangan shahrida 2002-yilda tavallud topgan. Hozirda Flag MCJ korxonasi rahbariman. Bu kunga kelguncha ko'plab tekstil fabrikalarida menejer lavozimida ishlab kelganman va shu sohaga yaqin bo'lganligim uchun hozirgi kundagi faoliyatim va sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan startapim shu soha bilan bog'liq. Loyihaning asosiy maqsadi shundan iboratki, bu rasm shaklida joylashgan mahsulotning u katalogida bo'lsin, onlayn katalogida bo'lsin, uni jonlantirib berish imkoniyatiga ega. Bu bizning maxsus Album AR ilovamiz orqali amalga oshiriladi. 2019-yilda startap tashabbuslari ko'rik-tanlovining 5-mavsumida ukrainalik do'stlarim bilan birgalikda AR texnologiyaga asoslangan Album AR ilovasini yaratdik. MVP shaklda va startap tashabbuslari ko'rik-tanlovida bu loyihamiz bilan ishtirok etdik. Bizning dasturimiz asosiy strukturasidan kelib chiqsak, bu web dastur bo'lib, uni administrativ paneli va front-end qismi bor. Bundan fotograflar ham foydalanishi mumkin, ular uchun administrativ panel ochib berishimiz mumkin. Ular kirib, u yerga birinchi qismida rasm yuklaydi, ikkinchi qismida rasmga biriktirilgan videoni yuklaydi. Va natijada u yerda ko'plab rasm, ko'plab videolar ham bo'lishi mumkin. Natijada bir dona QR kod paydo bo'ladi va u QR kodni har qanday joyga qo'yib ketsa bo'ladi. Bu albomni imенно загрузка qilish uchun imkoniyat yaratadi. Keyinchalik foydalanuvchi bizning maxsus ilovamiz orqali bu QR kodni rasmlarga ustiga olib borganda bu narsa video shakliga keladi. 2021-yilda Flag MCJ korxonasini ta'sis qildim va shu kungacha biz 200 dan ortiq katta va kichik loyihalarni amalga oshirdik. Yevropa taraqqiyot banki rasmiy konsultantiga aylandik. Xalqaro loyihalarda qatnashdik. Bularga GIS loyihalarini qo'shishimiz mumkin. Shu aytib o'tgan Yevropa taraqqiyot banki, Amerika, Argentina, chet el davlatlaridan buyurtmalar olib, frilanser sifatida, boshida frilanser sifatida boshlaganmiz albatta hammasini. Hozirgi kunga kelib yuridik shaklda ishlayapmiz va ko'plab tekstil ishlab chiqarish korxonalariga o'zimizni yechimlarimiz va IT xizmatlarini ko'rsatyapmiz. Bu meni hayotimda albatta bu eng katta burilish. Yoshim 23 ta bo'lsa-da, hozirgi kunga kelib to'liq moliyaviy erkinlikni oldim. Startap loyihani qilish qarorimdan so'ng men eng katta olgan narsam bu albatta networking. Chunki o'sha men qatnashgan startap tashabbuslari 2019-yilda tanishgan startapchilar hozirgi kunga kelib barchasi o'zining korxonasiga ega. Barchasi har xil sohalarda yetuk mutaxassis bo'ldi. Bu men uchun eng avvalo yaxshi tanishlar, yaxshi tadbirkorlar bilan uzviy aloqalar yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratdi. O'zim uchun tushuncha paydo bo'ldi. Biznes haqida, buni qanday tashkil qilsa bo'ladi, qo'rqmaslik kerakligi haqida, risk qilishdan qo'rqmadim. Masalan, o'sha startapda bizga mentorlarimiz bo'ldi, bizga o'qitishni, o'rgatishdi va hozirgi kunga kelib tadbirkor bo'lishimda albatta o'sha qarorim men uchun eng muhim deb o'ylayman. Bizning loyihamizni amalga oshirish uchun biz MVP shakliga keltirishimiz uchun $15,000 dan atrofida pul ketdi hozirgi kungacha. Buni ideal shaklga keltirishimiz uchun bizga bizning xom hisob-kitoblarimiz bo'yicha $100,000 atrofida pul kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bu Amazon Cloud hostingida joylashgan bizni loyihamiz. Shu uchun biz alohida o'zimizni serverni tashkil qilmoqchimiz. Barcha ma'lumotlar o'zimizning bazamizda joylashishi uchun. Ikkinchidan biz imенно ilovamizni to'laqonli web shakliga keltirmoqchimiz. Startap tashabbuslari ko'rik-tanlovida biz 3-o'rinni egalladik va investitsiya ola olmadik. Lekin loyihamizni qo'yib yuborishni to'g'risi gap istamadim. Bunga o'zimning mablag'larimdan investitsiya kiritib, dasturchi do'stlarim bilan shu ilovani MVP shakliga keltirdik, ilova shakliga keltirdik va hozirgi kunda bu 30 dan ortiq korxonalarda sotuvlar amalga oshirdik. 2021-yilda biz faoliyatimizni boshlaganimizda biz o'quv markaz sifatida faoliyat olib borganmiz. Chunki Namangan viloyatida u davrda IT bu kabi rivojlanmagandi va o'zimiz yoshlarni qabul qilib, ularni tekinga o'qitib, grantlar asosida Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi orqali 100 dan ortiq yoshlarni grant asosida o'qitdik. Hozirgi kunga kelib 30 dan ortiq professional dasturchilar va 200 dan ortiq frilanserlarni ishlatib bormoqdamiz va jamoamiz kundan kunga kengaymoqda. Kompaniyam oxirgi 5 yil davomida xalqaro bozorga chiqdi.
hozirgi kunda biz Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon davlatlari bilan muzokaralar olib boryapmiz. Ular u yerda o'zimizning korxonamizni vakilligini ochish reja qilyapmiz. Bundan tashqari Yevropaning Latviya, Litva, Italiya davlatlarida o'zimizning vakillarimiz bor. Ular bu yerga hozircha sotuv bo'limini faqat amalga oshirganmiz, lekin yaqin 5 yilda biz to'laqonlik o'zimizning ofislarimizni ochishni va u yerda aynan yevropalik ishchilarimiz sonini ko'paytirishni reja qilganmiz. Hozirgi kungacha kelib biz o'nlab sohalarda bu loyihamizni amalga oshirdik, muvaffaqiyatli sotuvlarni amalga oshirdik. Bulardan bir nechtasini sanab o'tmoqchiman va ko'rsatib o'tmoqchiman. Bular tekstil sohasida aynan eng muvaffaqiyatli deb bilaman, tekstil sohasida amalga oshirganimiz. Masalan, bu katalogimiz, barcha tekstil fabrikalarining o'zining mahsulotlar katalogi bor. Bizni ilovaga kirib, bu yerda maxsus QR kodi bor, orqa tomonida maxsus QR kodi bor. Shu QR kodni mobil ilovamiz orqali skan qiladi va katalogni zagruzka qiladi. Bundan so'ng katalogning ichida maxsus belgi bilan belgilangan mahsulotlar bor. Deylik, u har bitta mahsulotdan rasmlardan bir donasini tanlab turib, biz u yerga video joylashtirganmiz. Hozir ko'rsatib o'tishim mumkin. Men aytib o'tgandek, loyihamizning asosiy xususiyati shundaki, namunadagi ko'rsatishga qiyin bo'lgan, masalan, rasmda sifatini ko'rsatish uchun yaxshi imkoniyat. Masalan, bu fabrikamiz uchun biz korxonani aynan obzorini ham ko'rsatib o'tganmiz video shaklida. Bu nafaqat mahsulot bilan, balki korxonani o'zi bilan ham tanishib chiqish uchun juda ham yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Aynan korxonani haqidagi to'liq informativ videomizni joylaganmiz bu yerga. Ko'rinishi, qancha xodim ishlashi, qanday sharoitlar yaratib berilganligi. Bundan tashqari biz loyihalarimizni xususiy maktablarning prezentatsion profil kataloglariga, bitiruvchilarimizning maktab, universitet, bitiruv albomlariga ham joylashtirganmiz. Buni asosan biz fotograflar orqali sotuvga amalga oshiramiz. Ular esa o'zining bitiruv albomlariga bizni AR texnologiyalarimizni joylashtirib, sotuvlarini 2x, 3x ga oshirmoqda. Va bundan tashqari biz dizaynerlar bilan ham ishlaymiz. Dizaynerlar kataloglarini, masalan, ular fabrikalarga katalog qilib bermoqchi bo'lsa, uning o'rtacha narxi $100 tursa, bizning AR texnologiyalarimiz bilan bu narx $300 ga aylanadi. Bu degani sotuv 3 baravariga oshdi degani. Biz aytib o'tgandek, Yevropa taraqqiyot banki bilan konsultant sifatida ish olib boramiz va bu Yevropa taraqqiyot bankidan grant olgan o'quv markazi uchun biz muvaffaqiyatli tarzda AR texnologiyalarini katalogiga joylashtirib berganmiz. Bularning 10 dan ortiq filiallari bor va har bir filialida shu kabi tanishtiruv kataloglari joylashtirilgan. U yerda o'quvchilar, o'quv markaz va xususiy maktabda yaratilgan shart-sharoitlar, o'quvchilarning fikrlari, o'qituvchilarning fikrlari va shu kabi foydali videolarni bizning mobil ilova orqali ko'rishlari mumkin. Welcome to the world of English life, where knowledge inspires and education becomes an adventure. My name is Muhammad Yaqubadinov and I am the head teacher of. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'qituvchilar, aynan o'quvchilarga bo'lgan tilaklari va o'zining qanaqadir aytmoqchi bo'lgan so'zlarini bir marta bizning katalog, AR katalogimiz orqali yetkazishi mumkin. Guided and instructed by professionals who are not only the best in Andijan but also throughout Uzbekistan. Bundan tashqari aytib o'tmoqchi edimki, IT korxonalari uchun ulkan shart-sharoitlar yaratilgan O'zbekistonda va aynan prezidentimiz tomonidan yaratilgan IT park, umumiy IT park yaratilishi bizga soliqlardan va ishlashimizga erkinlik berdi. Mendek yoshlar bu imkoniyatdan menimcha to'g'ri foydalanyapmiz va hozirgi kunda berilayotgan shart-sharoitlardan to'laqonli foydalanib, O'zbekiston uchun, korxonalar, tadbirkorlar uchun foyda keltirishga harakat qilishimiz zarur. Bu eng asosiy buning yutug'i shundaki, biz yuridik shaklda hech kimni aldamasdan, hech nimani berkitmasdan ochiq ishlashga bizga to'liq shart-sharoit yaratib berilgan. Chunki soliqlarda imtiyoz bo'lgandan keyin biz yuridik shaklda ishlashimiz biz uchun eng avvalo manfaatli. Chunki davlat har bitta eksportimiz, har bitta sotuvlarimiz uchun bizga qo'shimcha yordamlar, qo'shimcha subsidiya, kompensatsiyalar yaratib bermoqda. Agarda 5 yil orqaga qaytish imkoni bo'lganda, bu eng avvalo o'zimga aytgan bo'lardim, qo'rqma. Chunki potensial bor, potensial yetarli va
shu amalga oshirmoqchi bo'lgan barcha g'oyalaringni amalga oshiraversan, sening kuching yetadi va shu yerdan shu imkoniyatdan foydalanib hozirgi o'zimdan kichikroq bo'lganligiga ham murojaat qilmoqchi bo'lardim. Qilib ko'rish kerak. Eng kamida tajriba olasiz, eng ko'pi bilan bitta muvaffaqiyatli loyihani asoschisi bo'lishingiz mumkin, men kabi. Shuning uchun qilib ko'rishdan umuman qo'rqish kerak emas. Eng yomoni bu qilib ko'rmasdan ertaga 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin afsuslanish. Bu juda ham yomon deb o'ylayman. Bizning jamoamiz kundan kunga kengaymoqda. Hozirgi kunda bizda 30 dan ortiq dasturchilar va 200 dan ortiq frilanserlar faoliyat olib boryapti. Biz xalqaro miqyorga chiqish niyatidamiz va shu maqsadda xalqaro xodimlar hozirda LinkedIn platformasi orqali aktiv tarzda xodimlar qabul qilyapmiz. Kundan kunga suhbatlar olib boryapmiz. Maqsadimiz faqatgina kengayish, O'zbekiston eksporti uchun o'zimizni hissamizni qo'shish. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz yoshlarga ham tilab qolgan bo'lardim. IT ni o'rganing, IT bilan rivojlaning va biz kabi yoshlar safiga qo'shiling.